Put-qo'l uyushitgan, put-qo'l siqirishitgan, qon quyoq, qon dimay, yurak ming'i qon tomir kasalliklari, qon tomir to'silash, qon besim, o't yallig'i, o't tutash, hattoki diabetgacha jigar bilan bevosita munosabatlik. Bugun qarindoshlarimizdan jigarning qanchalik muhimligi to'g'risida paranglashamiz. Eng avval ajrim uchun film yurak loyihasida o'tishni kutmoqman. Yana men başdaki filmlerimden başlap jigarning qanchalik muhimligi to'g'risida, yana badanimizdagi boshqa a'zolar muhim, ammo jigar bak muhim deb hamma filmlerimda mendan maslahat so'rayotgan har bir qarindoshlarimizni eskartib keling. Yana bu jigarning qonda ruli bor badanimizda. Avval mushuni o'qili. Birinchidan, bu jigar qonni tozalaydi, qonni suzadi. Axlatni suzib badandan sirtga chiqargan bir metabolizm suzgich a'zo, ya'ni suzgich. İkinciden biz yavatkan uzuqliqni badanga shumildirib turibdi. Yana uzuqni badanga taqitib turibdi. Qon ishlab turibdi. Üçüncüden o't suyuqi ishlab hazmga yordam beribdi. Shunda 3 cho'ng alohidalik bor. Hamda bu jigarni moy qopladi, jigar yallig'landi, jigarning besimi ortib ketdi, jigar zaiflashdi, jigar qatdi. Xohlagan bir sababdan jigardan masala chiqdi. Hamda mushu jigarning bayan biz davatgan 3 xil iqtidordan masala chiqdi. Eng avval birinchi suzgichlik iqtidorini yo'qotdi bu. Bu qonni suzanmadi, qonni tozalayanmadi degan gap. Qonga axlat o'tib ketdi, qon quyilib oldi, qondagi may yuqorilib oldi degan gap. Bu aloqa lag'man suzgan cho'ylimizning bir toz simi uzilib ketsa, lag'manimiz yana sangulab qolgan o'xshash gap. Endi bu qon quyilib oldi, qonga may o'tib oldi, qon ravon oqolmaydi. Shundan qon besim paydo bo'ldi. Undan keyin bu qon quyoqliq bo'lgandan keyin put-qo'l uyushdi, put-qo'l siqirishdi. Umum badan nayt ig'ir. Yeni birisi bu may degan yepishqoq narsa. Bu buning ichki devoriga yepishib, qon tomir to'silishni, yana yurak ming'i qon tomir kasalliklarini keltirib chiqardi. Shunga jigarni may qoplabdi. Qon quyoqliq borkan, qon may borkan degan qarindosh chuqur diqqat qiling. Yurak ming'i qon tomir kasalliklari, qon besim kasalligiga yaqin bo'lib qolasiz. Ikkinchidan, binas yesam badanga singilni o'xmaytma, issiqlik qilsammi o'xshash, sovuq qilsammi o'xshash, dur yesam paydo qilmaydi deb qarshi bir şeylar chiqdi. Yana jigarning iqtidori yaxshi bo'lmagandan keyin ikkinchi iqtidori uzoqlikda badanga shumirlanmaydi. Hattoki qon ozliq bo'lib qoladi. Uchinchidan, o't suyuq ishlab berdi. O't suyuqni o'zi ishlab chiqarmaydi. Bu o't degan bir ombar xolos, o't suyuqni saqlab turgan. Anaqa qo'y o't degandek cho'nglarimiz bilasizlar, erlarimiz. Xoldida bir narsa chiqdi. Bu o'zi ishlamaydi suyuqlikda. Endi bu jigar o't suyuqni ishlab, o't xoldisi saqlangandan keyin, ya'ni o't saqlangandan keyin biz tamoqqa yana o't siqib, o't suyuqini 12 barmoq uchiga qo'yib, undan keyin hazmga yordam berdi. Tamoqni ezib turdi. Endi bu jigarning 3-chi iqtidoridan masala chiqqandan keyin jigarning har xil kasal sababidan o't suyuqni normal ishlab bermaydi. Shuning bilan o't asta-asta tarayib qilib, o't yallig'ini keltirib chiqardi. Egriroq bo'lganda o'tning ichidagi suyuq ravon oqolmay, bosh tarafdan besim bo'lmagandan keyin o't tutashni keltirib chiqardi. Bundan keyin bu o't normal xizmat qilolmaydi. O't suyuqlik bilan oshqozon osti bez suyuqlikqa birlashib tamoqni hazm qildi. Buni ezitdi. Qon qandini kontrol qilib turdi oshqozon osti bezi. Bu hazm yaxshi bo'lmagandan keyin, o't suyuqlik qo'yilmagandan keyin bu oshqozon osti bezining besim bo'ti. Buning xizmatidan masala chiqdi. Shundan qon qandini kontrol qilolmay diabet kelib chiqdi. Shuning uchun qarindoshlar, yurak ming'i qon tomir kasalliklari, qon besim, diabet, mush kasalliklar jigar bilan zich munosabatlik. Jigarni may qoplabdi, qon quyoqliqkan, qonni may borkan desa siz cho'qim diqqat qiling. Turmushda diqqat qiling, yemak-yemakda diqqat qiling. Endi buning qanda diqqat qilamiz, nima yeb, nima ichitimiz, nima yeb, nimani yemitmiz. Qanda kutinish qilamiz degan to'g'risida ikkilar filmda so'zlaymiz. Film sal uzoq ketib qoldi. Qo'sh belgisini besib, meni qo'shilishni unutib qolmang.